Ham 50 dollar, ham fokusla o'rganib borasizlar. Zo'r fokus o'rgataman, do'stlaringizni ham, sevgan qizingizni ham bittada shu qilib qo'ysangiz bo'ladi. Diqqat bilan qarang, turbuchkali stakan. Va biz turbuchkani rasmdan sug'urib olamiz. Rasmda esa turbuchka g'oyib bo'ladi. Bunga ishonasizmi? Diqqat bilan qarab turing va fokusni men sizga hozir o'rgatib qo'yaman. Turbuchkamiz yo'q. Bu fokusni men sizga hozir o'rgatib qo'yaman, chunki 100 ta fokus o'rgatish challenge-ga start berganman va bu 23-video bo'ladi. Fokus yoqqan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring va yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanib qilib qo'ying. Qancha men o'zim obunachilarimga har oy 50 dollardan to'lamoqchiman. Eng faol ishtirokchiga, ya'ni har bitta qo'yilgan postlar orasiga kommentariy yozib, har bitta qo'yilgan storiesga reaksiya qoldiradigan eng faol ishtirokchini har oy bitta ishtirokchiga 50 dollardan tashlab beraman. Bu fokusni ko'rsatishdan oldin biz telefonimizga ikkita rasm yozib olamiz, bir xil variantda. Bittasi turbuchkasi bilan, ikkinchisi esa turbuchkasi yo'q. Bu oddiy turbuchkadek ko'rinadi, lekin buni bitta sirli joyi bor. O'rtasi lezva bilan kesilgan. Lezva yoki qaychi bilan o'rtasidan xuddi shu tarzda bo'lib olasiz. Shu ko'rinishda bo'ladi. Va buni qo'limizga mana shu tarzda qistirib olamiz. Telefonimizni olgan paytda telefonimiz ustiga qo'yib, buni bu joydan ushlab tepaga qarab tortamiz. Ozgina tortib olganimizdan keyin o'zi dumaloqlashadi.